Ko'rgani boramiz. Padarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi meni. Qalbim torin chertib ketgan yorda jonim qoldi meni. Qalam bilan shamshir tutgan yerda jonim qoldi meni. Shabboblikda shabgir etgan anda jonim qoldi meni. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Ko'rgani boramiz loyihasi ijodkorlari Andijon viloyatidamiz. Insult. Bu so'zni eshitgan har bir inson aynan insult kasaliga chalingan bemorning holi ahvoli haqida kerakli tasavvurga ega bo'ladi. Qanchalik qiyinligini, og'irligini nafaqat kasalga, balki kasalga qaragan yaqin oila a'zolariga ham bu holatning og'irligini tushunib yetamiz. Bir muncha fikrlarimizdan keyin Alloh shifo bersin lafzi bilan bu mavzuni tugatamiz. Muhammad Aziz aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Ko'rgani kelyapsiz mana doktor Alidan. Yaxshida juda zo'r. Mana aka, sizga o'zingizmi Zahir Muhammad Aziz aka? Ha, bolalarniki. Oy! Assalomu alaykum. Kino yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, kelyapsiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Qani kelayman. Qani aka. Ko'rgani boramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Shahrixon mahallasida istiqomat qiladigan Tolipov Muhammad Aziz akamning xonadonlaridamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa, o'zingizni tanishtiring. Men Shahrixon tumani Andijon mahalla fuqarolari yig'ini Sharg'inotin mahallasida yashayman. Tolipova Yorqinoy ismim. Yorqinoy opa, akam mana 3 yil muqaddam insult xastaligiga chalingan ekanlar. Shu kasallikni ozgina tarixi haqida gapirib bersangiz, nima sababdan akam birdaniga bunday bir kasal bo'lib qoldilar? Xastalikka chalindilar. 2020-yili yoz oyi edi, iyun oyi edi. Ashkuni o'g'limni tug'ilgan kun edi. Men ishga boraman, mahalla komitetida ishlardim. Ashi bu yog'am ishlardi. Filtruzda ishlardi bu yog'am. Uyimizda to'y boshlab qo'ydik. Ashi to'yda arafasida uyda ustalar bor edi. Bu yog'am mazam bo'lmayapti deb menga telefon qildi. Nima bo'lyapsiz desam, boshim og'riyapti dedi. Ishdan keldim dedi, qaytib dedi. Bo'pti dedim. Ambulatoriyamizga siz yoqib akamga uchrab qo'ying dedim. Uchragan ekan, davlinasi ko'tarilib qolibdi. Aka dedi, qizlar ukol qilib qo'yishadi, keyin tushirishadi dedi. Bo'pti dedi. Ambulatoriyamizga keldi. Hamshira bor ekan, ukolni olib chiqqandan keyin orqa tomonga, hovli tomonga o'tganda, hashitda bir tomonga yiqilib, o'zini bilmay qolgan. Akamni oldilarida biror yordam beradigan odam bormi deya o'zlari yolg'izmidilar? O'zlari yolg'iz ekan. Uyda bu yoqda ustalar ishlayotgan bo'lgan, ko'rishmay qolgan. U yiqilgandan keyin kelinim borib qolgan. Kelinim borib qolib, dadam yiqilib tushdi degan, o'g'lim ustalar bilan borishib, skori chaqirishgan, doktor chaqirishgan, olib borganmiz. 1-3 kun o'zini bilmagan. 3 kundan keyin ko'zini ochib, yaxshi doktorlar qarashdi. Bunaqa 1 yil davomida davolatib turdik. 2 oyda bir davolatib turdik. Ha, doktorlar. Muhammad Aziz aka, o'sha kunda o'zingiz yaxshi eslaysizmi? Ha, yaxshi eslayman. Yaxshi. O'sha yiqilayotgan paytingiz, yiqilib bo'lganingizdan keyingi holat, to'yinki sizga bir yordam kelgungacha o'sha daqiqalarni eslay olasizmi? Ha, eslayman. O'sha
nima qilayotganimda o'zi uyga olib ketishganini bilaman-da, shu yerda molxonadan ko'tarishib olib kelishganda uyga. Ko'tarib olib kelishgan eslayapsiz, ha? Ko'tarib olib kelgan eslayapman. Men hozir bejizga so'ramadim-da aka. Chunki bugun mana bizni tomosha qilib turgan umuman yurtdoshlarimiz orasida yuqori qon bosimi bilan muntazam yuradigan, ya'ni o'zlarining sog'liqlariga e'tibor bermaydigan, hozir siz aytib o'tgandek, ha o'tib ketadi-da deb yuradigan ketadi deb yurgan insonlar juda ham ko'p. Aynan mana shu insonlarga balki ta'bir joiz bo'lsa ogohlantiruvchi qo'ng'iroq sifatida, boshidan o'tkazgan inson sifatida dono xalqimiz kim tabib, boshdan o'tkazgan tabib deyshadi. Shu nuqtai nazardan o'sha oxirgi shu yiqilishdan oldingi bir sog'lig'ingizdagi bir holatlarni agar aytsangiz, mumkin shu tomoshabinlarimiz eshitsa, shu o'zlarida agar shunaqa holat bo'lsa, insultni balki oldini olib qolgan bo'lardi aka. Shu boshim og'rib turardi-da, boshim. O'tib ketadi, o'klosim o'tib ketadi deb yuraverdim-da. Lekin oxiriga yiqitdi-da shu boshim. Lekin yiqilguningizga qadar siz umuman davolanmagansiz. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lgansiz. Kasalxonada ham yotmagan shu yoshgacha. Mana bitta magnez yiqilardi. Davlinaga, shu davlina o'klolib yuraverdim işte. Uni ham mana shu yoshgacha yetib, ashi yiqilishdan oldin bir marta davlinasi ko'tarilgan xolos. Ashunda olgan magnezi. Keyingisida mana shu yiqilishdan oldin olgan xolos, 2 marta olgan. Ungacha davolanmagan ham, doktorga uchramaganmiz. Bugun bizni ko'rsatuvimizda ishtirok etayotgan oliy toifali shifokor Hoji Murod Mo'minov ishtirok etyaptilar. Hoji Murod agar mumkin bo'lsa akami holatlarini ilmiy tilda bir asoslab bersangiz, nima sababdan akamda mana shu insult holati vujudga keldi? Albatta, insult o'zi asosan bosh miyada qon aylanish sistemasida buzilish, ya'ni o'tkir buzilishni hisobiga kelib chiqadi. Bular gemorragiz hamda ishemik holatlar ko'p kuzatiladi. Gemorragik holatlarda ko'proq qon quyuqlashish holatlari. Ishemik holatlarda bosh miyaga yetib kelayotgan ozuqa, ta'minlab beruvchi tomirlarda qisilishlarning, trumplarda paydo bo'lishi. Shu asosiy ikkita sabab bo'ladi. Ya'ni bularni kelib chiqishiga omillarni aytib o'tadigan bo'lsak, shu birinchi navbatda bizning xalqimizda shu qon bosimiga noodatiy, ya'ni mas'uliyatsiz bilan yondashish. Undan tashqari asabiylik, doimiy stress holatida yurishlar qon tomirlarida qisishini hisobiga bosh miyaga kislorod, ozuqa yetkazib bermaydi va qon quyuqlashish va bosh miyada qon tromb paydo bo'lishi hisobiga ishemik, ya'ni bir tomonlama paralish holatlari ko'proq kuzatiladi. Ya'ni mana biz bemorimizda ham ko'p kuzatilgan ekan bu holat, yiqilish holatlari, ya'ni qisilgan. Mana shu holatlarni oldini olish uchun birinchi navbatda biz o'zimizni muntazam sog'lig'imiz bo'yicha o'zimizni tekshirtirib, ya'ni qon quyuq suyuqlik holatining darajasini yaxshilab, umurtqalarda tuz hosil bo'lishini oldini olib turishimiz, doim muntazam sport bilan shug'ullanib turish, hattoki iste'mol qilayotgan oziq-ovqatimizga ham nazar tashlab turishimiz kerak. Insult bo'lgan bemorlarimiz ko'prog'ida kechki ovqatni, qo'yuq ovqat, ya'ni og'ir ovqatlarni iste'mol qilib, harakat qilmasdan, hazm sistemasida buzilish holatida uxlab qolishlar. Shuni hisobiga ko'proq insultlar yarim kechasi, shu sahargi 5 holatlarda ko'proq kuzatiladi, ko'p bemorlar. Chunki qon tomirlari to'la holatda nagruzka, ya'ni zo'riqish bilan ishlagani hisobiga. Ya'ni biz bemorlarimiz tavsiya qilib qolamiz, shu organizmimizni doimo sog'lomlashtirish, qon aylanish sistemasini yaxshilovchi mashqlarni, bundan tashqari tabiiy mahsulotlar, ayniqsa mana doktor Ali choylarimiz tarkibida lavanda, zaytun o'simliklari bor. Ya'ni qon aylanish sistemasini yaxshilab beradi, qonni suyultirib beradi, asab tinchlantirib beradi, uyquni yaxshilab beradi. Buni insultga olib kelguncha bo'lgan davrlar, asabiylik, qon bosimlarini bir xil me'yorda ushlab beradi bu choyimiz. Shuni bemorlarga tavsiya qilib qolardim. Yorqin opa, o'g'lingiz nima ish qilishadi? O'g'illarim ikkalasi ham ustachilik bilan shug'ullanadi. Akam endi mana 3 yil mobaynida bir joyga to'shakka mixlanib yotdilar. Yaxshi o'g'illar bor ekan. Erkak kishini misol uchun baribir har xil holat bo'ladi, o'tirg'izish kerak bo'ladi. Dori-darmonlar yetkazish kerak bo'ladi. Moliyaviy masalalar bor, ro'zg'orda bir yuki bo'ladi. Mana shu masalalarda qiyinchilik bilmadingizmi? Endi bu ishlarida bilinmas edi, ishlamagandan keyin bilindi. O'zimga o'g'lim ishlamadi, ikkala o'g'lim ham shu yerda bo'lishib, dadasiga hammamiz teng qarashdik. Men ishlayman, ishga borib kelaman, qiyinchiliklar bo'ldi.
Endi bir o'zingiz ishlasangiz, bir kishini topgan puli bu ro'zg'or bor, qorin bor, bemorga qarash bor, dori darmoni bor. Mana shu nuqtai nazardan so'ragan joyim. Qiynaldik. Endi mana shu doktor Ali choyini olib keldik. Undan beri yaxshi. O'zi doktor Ali choyini sizlar televizordan ko'rdilaringmi yoki bir ijtimoiy televizordan ko'rib, buni reklama qilayotganini, manaqa odamlar olib ichayotganini ko'rib, biz ancha reklamalarni ko'ramiz. Sizni bu tuzalishingiz doktor Ali choyiga bog'liqmi? Men shundan ko'ryapman doktor Ali. Demak, siz doktor Ali choyini ichganligingiz uchun tuzaldim deyapsiz. Xo'p. Buni doktor Ali choyini chaqirtirib ichdingiz, qanchadan ichyapsizlar buni? Qancha vaqt muddat bo'ldi? O'tgan yili chaqirtirganmiz kuzda. Kuz oyida chaqirtirganmiz, 3 oy mobayngacha ichdik. 2 pachka 3 oyi. Bu odamga damlab berganmiz, bu ichib yurdi. Detoksona balzammi? Ashini o'ziga ichkizdirdik, buni o'zi ichaversin, o'ziga shifo bo'lsin deb bunga ichkizdik. Damlamasini keyin 1,5 yil mobaynida biz ham davom ettirdik. Bundan ko'rib, uxlashini, asablari tinchlanishini ko'rib, biz ham ichishda davom ettirdik. Yorqin opa, akamga demak, aynan mana shu kasalliklardan forig' bo'lishligi uchun o'tgan yili kuz oylaridan boshlab bu doktor Ali choylarini, mahsulotlarini ichyapsiz. Akam ichishni boshlaganlaridagi o'zgarishlari, holatlari qanday bo'ldi? Siz misol bemorni muntazam qarovchisi sifatida akamdagi o'zgarishlarni bevosita ko'zingiz bilan ko'rib turdingiz. Nima farqliga bordingiz? Chimasimizdan oldin asablari bor edi, uxlashlari yo'q edi. 3 soat uxlardi xolos kechasi. 12dan keyin umuman uxlamas edik. Televizor qo'yilib turardi, uxlay olmayapman, bezovta bo'lyapman, bezovta bo'lardi. Keyin boshi qisilib, ovqatdan keyincha bezovta bo'lardi. Keyin buni ichib borgandan keyin buni ichishni boshladi. Ichishni boshlagandan keyin 1-2 oygacha boshida og'riq bo'ldi. Og'riq bo'lib, boshim og'riyapti, ichmay qo'yaveraymi ekan dedi. Davom ettiraversangiz o'zi ashu qon tomirlarni ochyapti shekilli bu narsa deb majburlab o'zimiz yana davom ettirgizdik. Keyin haligi balzamni ichgandan keyin ertalab kechqurun balzamni 2 mahal ichkizib turdik. Keyin buni to'xtatmay damlab qo'yamiz, termosda turadi. Hozir ham termosda berib turibsiz. Doim ichadi bu choyni. Beramiz, ichib bo'lgandan keyin buni 1 oyga yaqin bo'lgandan keyin uxlashi yaxshi bo'lishi, asablari, ayniqsa birinchi o'rinda asablari tinchlanishdi, bezovta bo'lishlari, tabletka ichmay qo'ydik xullas. Biz endi oldingi holatda buni olmasimizdan oldin kasalxonada yotganimizda biz orqamizdan 10 kunlik, yana borsak 10 kunlik tabletkalar yoziladi-yu. Endi hozir buni olganimizdan beri hozir biz tabletka iste'mol qilmay qo'ydik. Demak, doktor Ali choyini telefon orqali chaqirtirganlaringdan keyin, ichishni boshlaganlaringdan keyin oilalaringda bemorni tuzalishiga qarab yurildi va iqtisodiy tomondan ham demak ancha tejash boshlandi. Yarim yilgacha buni o'zida ichdi. Ichib, biz ham davom ettiraylik dedik. Qizg'anib turdi jicha. Keyin biz ham ichaylik dedik. Men o'zimda biqin sohamda og'riq bor edi. Meni vaqtim yo'q edi doktorga borib nima qilishga, men ham ishlardim. Keyin bu yoqqa qaytdim. Biz ham davom ettiraylik, tez olib keltirib turaveramiz dedik. Ha, bo'pti, ichinglar sizlar ham dedi. Men ham ichdim shu doridan. Mana shu giyohdan, doktor Ali choyidan men ham ichishni boshladim. O'zimda ham asabiy, ashu dam olish, charchoqlarim bildim o'zim ham. Yaxshi. Doim bizda damlanib turadi. Yangi. Demak, sizda ham asablaringiz yaxshi joylashdi. Uyqu joyiga keldi. O'ylanishlar yo'q. Vazn tashlash masalalari qanday bo'ldi? Bo'ldi, yaxshi. Undan ham bor, ozib ketdim. Yo'g'on edim, ozib ketdim. Qanchaga vazn tashladingiz? 87 kilo edim, 67 kilo qoldim. 20 kiloga vazn tashladingiz. Qoyil, hurmatli teletomoshabinlar. Mana agar rostdan ham sizlar vazn tashlamoqchi bo'lsalaring, ya'ni sog'lom ozmoqchi bo'lsalaring, aynan mana shu doktor Ali choylarini ichishni sizlarga ham tavsiya qilamiz. Muhammad Aziz aka, hozir
eshikni taqillatib chaqirganimda eshikni o'zingiz ochdingiz. Sizni yurishlaringizni ko'rib, akam ancha yaxshi bo'lib qoptilar degan fikrga bordim. Ancha yaxshi bo'lib qoptilar degan fikrga bordim. Rahmat. Yurishlarda qiynalmayapsizmi hozir? Yo'q, yaxshi Xudoga shukr. Oldingidan ancha yaxshiman. Oldingidan ancha yaxshisiz a? Xudoga shukr. Xo'p, aka, hozir mana shu kameraga qarab sizni tomosha qilib turgan xuddi siz singari bemorlarga o'zingizni tavsiyalaringizni aytsangiz. Men ham hammaga shu ichsin deyman-da, choy deyman, hamma kasallar ichsin deyman. Foydasi bor ekan choyda. Rahmat. Shu choylarimizni ichishdan to'xtatmaysizlar. Rahmat. Muntazam ichib turaverasizlar. Xuddi oddiy choy kabi ichaverasizlar va sizlarning oilalaringga bu choy inshaalloh faqat yaxshiliklarni olib kelsin. Mana yana xarid qilamiz deb turibsizlar ekan. Albatta xarid qilganlaringda kupon to'ldirishni eslaringdan chiqarmanglar, chunki doktor Ali choyini xarid qilingan vaqtda o'sha umra safariga 2 kishilik yo'llanma aksiyasi ishtirokchisiga aylanasiz. Ajoyib emas, mana ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Xudo xolasa umra amallarini bemalol bajaradigan shunga harakat umraga sog'lig'ingiz tiklanib qoldi. Rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli teletomoshabinlar, biz galdagi ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Sizlarga ham aynan mana shu doktor Ali choylarini muntazam ichishlaringni tavsiya qilgan bo'lardik. Chunki doktor Ali choyini ichilgan har bir qultumida sizning sog'lig'ingizga qo'ygan dastlabki qadamlaringiz bor. Qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Ko'rgani boramiz.